Yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Men bir murojaat bilan chiqyapman. O'g'limda mazasi yo'q edi. Mana shu 2025-yil 19-iyun kuni traktor bosib ketgan. Hozirgi kungacha 4 marta operatsiya bo'ldi. Endi yana operatsiya qildirishimiz kerak 5-operatsiyasini. Toshkentga borib keldik. Operatsiya qilamiz mayli. Operatsiya xarajatlariga shu 50 millionlar ketadi. Shu 50 millionni olib kelsalaring operatsiya qilamiz deyapti. Shu operatsiyani qildirmasak, erta kelajagi yo'q bachani deyapti. Shunga iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Qiynalib yotibdi mana. Shlenka qo'yib qo'yibdiman 6 oydan beri shlenkada. O'zi mustaqil ishga chiqolmaydi. Ularni ham bor, dokumentlari ham bor, dokument nima qilgan? 50 million ketadi deyapti. Buni operatsiya qildirmasak, erta doktorlar kelajagi bo'lmaydi bachani. Erta kelajagi bo'lishi uchun shu operatsiya qilish kerak deb aytayapti. Iltimos sizlardan yordam qiling. Erta kelajagi bo'lishi uchun shu operatsiya qilish kerak deb aytayapti. Iltimos sizlardan yordam qilingizlar.